Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana o'sha Meboisi. Bugungi videomizda bizda Fotoverse 3-haftasi kelgan. Ya'ni bu degani bizda yana paklar bor va biz hozir mana shu 15 mingta olmosga paklarni ochamiz va yana boshqa paklarni ham ochamiz. Birinchi bo'lib mana shu 7,5 mingtalik pakdan ochamiz. 109, 113 yaxshi o'yinchi tushish ehtimoli ko'proq bo'ladi 3 mingtalik pakdan. Davay bosdik. Bu pak 100 talik yuradi, chunki 109, 113 pak 100 talik yuradi bu pak. Minimalka bermasa bo'ldi. Italiya SB va 109 minimalka beryapti. 110 bersa bo'lmasmidi? 110 berganda ham yaxshi bo'lardi, lekin хотя бы 110. Mana xo'p deymiz bunga. Endi Libertadores 3 mingtalik pakidan ochamiz. 107, 113. Yaxshi o'yinchi tushish ehtimoli juda ham past. Shuning uchun bitta ochib ko'raveramiz, mayli. Ya'ni bitta ochib ko'raveramiz. Xo'sh, yurdimi? Yurdi. Yaxshi yurdi, lekin Urugvay darvozabon va 111 bola. 111 juda ham zo'r bola. 3 mingtalik pakdan 111 yaxshi. Darvozabon. Как раз o'zi bu akkauntga darvozabon kerak edi. Bu akkauntga darvozabon vash yo'q edi. Hozir biz endi mana shu 3 mingtalik pakdan ham ochib ko'ramiz. Yaxshi o'yinchi qolish ehtimoli juda ham past bo'lsa ham, lekin bitta ochib ko'raveramiz bola. 108, 113 bu pak ham qolib ketmasin. Davay. Yurarmikin? Yurmadi ham. Minimalka 108 berdi bola. Mayli, xo'p. Hozir endi bitta safimizga qaytamiz. Bu yerda darvozabon. Eng zo'r hozir bizga darvozabon tushdi 111. Lekin biz bundan ham yaxshi o'yinchini ushlashimiz kerak bo'ladi. Hozir biz endi mana shu liga tokenni ham o'sha 18 mingta yig'ilib qopti. Bundan bitta 10 mingtaligini ochib ko'ramiz. Bu yurmaydimi? Yurdi, lekin kapitan. Xo'sh, Fransiya SB 107 bola. 107 mayli, xo'p. Hammasini baribir extra time'ga berib, extra time pakidan ochamiz. Bu yerda 8 mingtalik pak bor ekan, bu bo'lmaydi. 105, 108 lekin bu 8 mingtalik bo'lmaydi, lekin 3 mingtalik ham 102, 108. Xo'sh. Keyin ocharmiz. Hozir endi mana tushgan o'yinchilarni extra time'ga berib ochishimiz kerak. Bizda extra time tokenlari 25 mingta bor. Hozir bu yerdan hamma paklarni ochib ko'ramiz. Mingtalikni ham ochamiz, 10 mingtalikni ham. Yetsa agar 15 mingtalikni ham ochamiz bola. Chunki 15 mingtalik hali bitta ham ochib ko'rmaganman o'zim akkauntimda. Mana shu bu ikkinchi akkauntim. Yaxshi o'yinchi tushadi deb o'ylayman, lekin bola mana shu 15 mingtalik ham qimmat pak bo'lgani uchun yaxshi o'yinchi tushadi deb o'ylayman, lekin biz hozir 5 mingtalik ocholmasak kerak deb o'ylayman bola. Ocholmasak kerak deb o'ylayman hozir. Chunki hozir bu yerdan bitta 5 mingtalikdan 5 ta ochamiz. Keyin 10 mingtalikdan bitta ochamiz. Mingtalikdan tushgan o'yinchilarni yana extra time'ga berib yuborib 15 mingtalik pakdan ochamiz. 108 o'yinchi tushdi. 109, 110
tushsa, lekin bizani sostavimiz juda ham zo'r bo'lardi. O, 109 bola. 109. Yaxshi. Sostavga qo'yamiz buni, lekin xo'sh, bitta 110 ber bo'ldi. Bitta 110. Voy, akalar, 110 berdi. 110 do'mman 110 beryapti. Boshqa 110 yo 109 bermasa kerak, lekin berib qolsa juda ham zo'r bo'lardi. Lekin 110 bermasa kerak, 109 bersa kerak, lekin 109 berdi, lekin yosh Shomurodov bor, lekin bizga bu kerak bo'lgani uchun buni olamiz, chunki buni 15 mingtalik pakdan ham ochishimiz kerak, chunki yana ochamiz, bu yoqdan уже bermaydi. 108 yaxshi, yomon emas. 108 yomon emas, уже bo'ldi, tugadi bolalar. Endi 5 mingtalik yoki 10 mingtalik pakdan ochishimiz kerak. 5 mingtalikmi yoki 10 mingtalikmi? Bizga hozir bu akkauntga fragment kerak emas. Chunki bu akkaunt faqat pak ochish uchun, chunki hozir men 10 mingtalik pakni ochamiz. Chunki bu akkaunt faqat pak ochish uchun. 10 mingtalikdan ochdik. Voy, akalar, bu yerda 110 Isco va 112 Luka Modric. Biza albatta 112 Luka Modric. Ikkalasi ham Real Madrid afsonasi, juda ham zo'r bola. 10 mingtalik pakdan 112 Luka Modric bola. Даже Isco ham tushdi, lekin u 110 edi bizga. Menga Luka Modric yoqdi, shuning uchun Luka Modricni oldim bola. 112 ni уже ushadik bola. 112 ni уже ushadik. Endi 15 mingtalik pakdan nima o'yinchi tushar ekan? Shunisi qiziq. Va buni ko'ramiz. Sima Milan va 112 Luka Modric. Extra time'dan biz shuncha o'yinchilarni ushadik. 112, 110, 109, 109, 108 va yana 108 bola. Bu yo'ldan 5 ming olmos bermaydi hozir. Chunki hali bor, yana paklarni ochishimiz kerak biza. Va уже bola biza tushgan o'yinchilarni extra time'ga berib yuborib, уже extra time 15 mingta yig'ilib bo'ldi. Va biz 15 mingtalik pakni ochamiz hozir. Bu juda ham qiziq bo'lishi mumkin bola. Sizlar videoga like bosib qo'yinglar. Yaxshi o'yinchi tushadi. Chunki biz tezroq 3 mingta obunachiga ega bo'lishimiz kerak. Xo'sh, davay, mana shunaqa qilib bitta ochamiz. Bizga kim tushdi? Voy, akalar, 112 Shevchenko bola. Уже ikkita 112 ni ushadik bola. Juda ham zo'r va omadli pak bo'ldi bu. Omadli pak bo'ldi deb o'ylayman bola. Agar sizlarga video yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar bola. Chunki meni 80% odam obuna bo'lmasdan kuzatadi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishlarni so'rab qolaman. Shu ko'pchilik obuna bo'lsa, biz ham tezroq 3 ming obunachiga ega bo'lar edik. Ukraina sati Komir va Shevchenko juda ham zo'r bola. Hozir buni sostavimizga qo'shib olamiz. Hammasini Luka Modric, De Paul, Shevchenko va darvozabon yo'q edi aytmoqman-ku. Va bu yerga buni qo'shamiz. Уже 112 bola hozir hamma o'yinchilarni qo'shib chiqamiz. Akkauntimizda necha over bo'lar ekan? 95 overdan necha over bo'lar ekan? Lan, mana shuni ham qo'yamiz. Bitta avtoni bosorsak hammasi o'zini o'rniga tushadi deb o'ylayman. Hozir bitta bosoramiz bo'ldi. Bizga hozir kamga kerak ekan, lekin o'yinchi. Lekin hozir biz o'yinchilarga rank berib ko'tarib chiqamiz. 109 bo'ldi, lekin 110 bo'lishi ham mumkin kamga o'yinchi olsak. Sotib olamiz qancha? 104 bo'lsa ham, уже 104 o'yinchi olsak ham, уже bola 110 bo'ladi, deyman. 95 overdan bola
Open Pack'da 110 over. Bu уже нереальный bo'ladi. Valla 95 overdan biz уже 110 over qildik. Juda ham zo'r, juda ham omadli Open Pack bo'ldi deb o'ylayman bola. Xo'sh, mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Agar sizlarga video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin bola. Hozir 110 bo'lganini ham ko'rasizlar. Xo'sh, hozir ko'rsataman bola. Va mana bola 110 bo'ldi. 104 o'yinchini oldik, уже bo'ldi bola, 110 bo'ldi. Agar bola sizlarga video yoqgan bo'lsa, videoga like bosishlarni va menga obuna bo'lishlarni so'rab qolaman. Chunki biz tezroq 3000 obunachiga ega bo'lishimiz kerak.